Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Avvalo hammalaringga salom. Mana bu kecha videoni ko'rib, Yaypandan bitta obunachim kelgan ekan. Tog'a, meni ham mashinamni shunaqa qilib bersiz. Mana men ancha-muncha Damasda ish qilib yuraman, tirikchilik deb ochiq. Shular deganiga, bo'pti deb hozir kelib, birlashib sozlab, yo'lga chiqib, minib ko'rdik. Hamma yo'g'ini joyida qilib. Haqiqatda xuddi hali mashinalarda singari o'sha har bitta iskorda ham o'zini quvvatini ko'rsatdi. Endi men to'g'ri hozir quvvatini ko'rsatib ukamga aytib qo'ydim. Endi 3-skorda 100 chiqarkan deb 100 yura olmaylar. 100 yurib bo'lmaydi. Men 4 kagina qilayotgan ishimni natijasini sizlarga ko'rsatdim. 2da ham, 1da ham quvvatli yuradi. Pervalda quvvatli yuradi deb natijasini ko'rsatdim. O'shanga hozir tayyorlab bir sinab keldik. Mana o'zingizdan eshitdinglar. Mana Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, tog'amni podpischilari. Biz O'zbekiston tumani Yaypandan keldik. Qo'qon shahridan. Mana 993 Delfin uyda. Mana shunda kira qilamiz, tirikchilik qilamiz. Mana endi bundan bag'i sezonlar boshlanyapti. Chodakka, Perivalga, Lolalarga borgani, shunga sal tortimroq, hali mashina qiynamaydigan darajada qilib natijani qilib ketyapmiz tog'amni oldidan. Xudo xolasa sizlar ham kelishlaringni tavsiya qilaman. O'ta zo'r chiqdi, ideal. Mashinaga gap yo'q, tortishlariga, yurishlariga o'zgardi. O'zimni boshqatdan hali boshqacha his qilyapman-da. Yurganda ham maza qilib yuryapman yurganda. boshqa mashina mingan deb boshqa mashina mingan deb bo'lyapman-da. Xullas bo'lar ekan, Damasda ham yangi ideallarni qilib nimasini topsa bo'lar ekan kanalini jeyni. Men tog'amni atayin izlab o'sha yoqdan keldim. Tog'a, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, sizga bo'lsin. Sizga ham rahmat. Hurmat qilib baland niqalarga chiqing. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Pastda nomerlarni yozib qoldiramiz. Kanalimizda bor, lakastasi. Bemalol qiynalmay topib kelaverasizlar. Rahmat. Sog' bo'linglar obunachilarim. Kam bo'lmanglar, asli boshlanamiz bilmasin. Rahmat sizlarga.